Gullarim, endi obzorlarimizni boshladik. S razmeri upakovkasini hali ochmasdan sizlarga ko'rsatib o'tyapman. S razmeri Xitoy xibishni bo'lgan futbolka shortigimiz damashning muazza qilib yumshoqqina mana bog'chalarga kiygizsanglar bo'ladi bemalol yoki bo'lmasanda mana bog'cha ichida kiyib turishadi, shuna qilib kiygizsanglar bo'ladi. Shortiklari ham modniy qizlar mana o'zining cho'ntaklari bilan mana shunaqa qilib ishlangan asal bo'lib mazza qilib kiydirasizlar. Ko'chaga o'ynagani ham yo'q ham mana yengil kiygizib olib chiqib ketsanglar bo'ladi bemalol. Materiali nereально yumshoq Xitoy narsa qizlar. Gullarim, reklama tugatganimdan keyin dastavka yig'aman deyman doim. O'shanda dastavka yig'aman. Keyin telefon raqaminglar bo'lsa yig'aman. Hozir yozib qo'yganlar pastga tushib ketib qolsa qizlar, men birinchi aytdim, qaramadingiz deb anav qilasizlar. Telefon raqaminglar bo'lsa. Gullarim, mana Ashqoboqchadan qishda rosa keldi, qanaqadir fasoni to'g'ri kelmagan, menga uncha yoqmagandi, lekin hozirda mana bunaqa jinsi shim bilan chiqazishibdi. Juda ham chiroyli ishlanibdi. To'g'risi, mana jinsi shimlari ham такой темный, да, вообще-то богатый ko'rinishda mana shimchasi. Mana bu futbolkasi qanaqadir rosa ham yoqib qolgani uchun endi mana yozgisini olib keldim. Qishda umuman bilsanglar Ashqoboqchadan rosa modellari hali rosa moda bo'lgan, trend bo'lgan, lekin qanaqadir ajoyib yoqtirolmaganim uchun olib kelolmagandim. Lekin mana dvoyechkasi hozir havo yumshoq futbolkasi bilan asal bo'lib chiqibdi qizlar. Mana shunaqa dvoyechka bo'lib. Gullarim, bu pijamkani hammalar bilasizlar, bundan 80 olib keldim. Menga shu 80 razmerda deysiz kerak edi, lekin bu hozir ichidan balshimerka chiqdi. Bir dona xolos edi, bir dona kerak edi, bir dona oldim. Короче, balshimerka chiqdi, 2.5 yoshga tushadi mana. Buni materialini bilasizlar, taniysilar, qanaqa asalligini, qanaqa yumshoqligini. Qaranglar gullarim, qanaqa asalligini. Shunaqa 2025 yangi model. Ishoninglar, uni o'tgan yilda bo'lmagan, undan oldingi yilda ham bo'lmagan. Bu model endi chiqdi. Material muslinoy rosa ham zo'r narsa qizlar. Bolalar badanini yumshoq turadi, terlatmaydi, hech narsa qilmaydi. Ana oldinlari mana shunaqa yoqalilardan chiqardi, faqat boshqacharoq material chiqardi. Ularning ham sifati zo'r edi, lekin bular undan-da zo'r chiqdi qizlar. Mana shu 90 razmerchasini ochib turibman hozir. Bemalol 1.5 yosh, 2 yoshga mana bunday qilib kiygizsanglar bo'ladi. Zo'r narsa qizlar, vashi prям zo'r narsa. Gullarim, undan keyingi go'zallikni ko'ringlar. Shaninglar, buni realini ko'rsanglar-chi, shunaqa sevasizlar. Materiallari yumshoq, hibchni bo'lgan qizlar, sintetika aralashmagan, qaranglar. Juda ham asal ekan, juda ham. Qaranglar, qanaqa modniy bo'lib turadi kiygizganinglarga. Barbilitsini ham ko'rsatdim-ku. Bu shunaqa mikilisi qizlar. Juda ham sifat xullas bambitskiy bo'lgan zo'r narsa. Mazza qilib, misol hozir nash qarama gruppada ishlaydigan adminkalarim ham bu sizlar ham mazza qilib olib sotasizlar. Keyin mana bolalar yonlik olganlar ham mazza qilib kiydirasizlar. Keyin optimga qizlar xafa bo'lmanglar, bugun ko'pchilikga rad qildim, mana tushuntirdim. Iloji bo'lmayapti, bilasizlar, gruppaga rasm tashlamasdan ishlayapmiz-da, chunki o'zim rasm ola olmayapmiz o'zimiz. Shu sababli dastavka yoshlicha murakkabroq bo'lib qolyapti, unaqa ko'p olmayapmiz o'shuning uchun. Gullarim, hozirgisi mana shu narsa. Obzorini qilaman, chunki u so'nim telefon qilib qolib gaplashib sizlarga rasm olib tashladim mana. 100% polni hamma yo'q xabar qizlar. Mazza qilib kiydirasizlar yozishim mana. Hech narsa bo'lmaydi, materiallari ham juda ham original, narxlari endi вообще. Endi buni ko'ringlar qizlar, nima deysizlar bunga? Вообще zo'r narsa qizlar, yumshoq, yupqa qizlar, mana yengilari, polni hamma yo'q xabar. Misol отдельно bo'lgani bilan bu yog'i ham xabar, bu yog'i ham xabarchini narsa. Xitoy original asalligini qaranglar buni qizlar, вообще brend narsa. Gullarim, iltimos, o'tgan safargida qalay jinni katta savollar bermanglar. Narxini arzon chiqaryapti degani, bu degani yaxshi bas narsa chiqazyapti degani bas. Ishoninglar gapimga, hamma yo'g'ida palondaqa ular ham pulga oladi, pistondaqa deb meni hamma yo'q bilan solishtirib menga materialichi boshqachadir demanglar. Men o'zimni tovarimga o'zim javob beraman. Misol olganinglardan keyin yuvilgan, sinalgan, palon bo'lgan, piston bo'lgan deb aytaman. Yuvilmaganini aytaman. Misol
bitta kiygizganlaringda yomon bo'lib ketadigan bo'lsa, yo sintetika narsa bo'ladigan bo'lsa, HB degan narsam qo'lingizga borgandan keyin sintetika bo'ladigan bo'lsa, 100% bas 200% pulinglarni qaytarib beraman. 200% qaytarib beraman. O'shuning uchun mana shu gapim misol yetadi deb o'ylayman. Menga har xil savollar bermanglar. Gullar materialni misol razmerini so'ranglar. Materialni aytib o'tyapman. Razmeri haqida xohlaganingizcha 100 xil savol beringlar. 200 xil javob beraman bemalol o'sha savolinglarga. Lekin g'alati savollar, слишком ajoyib savollar berib yuborishdi-da, o'tgan safar rosa siqilib qoldim o'zi ham. Mana futbolkani qaranglar, o'zini shuni o'zi aytib turibdi qanaqaligi qizlar. Men o'rtadan ham shuni bilsanglar bo'ladi. Materiallari super va pishi o'zgachasidan qizlar mana. Juda ham zo'r. O'zi ham yumshoqqina materiallari HB qizlar. Mana o'sha HB dedimmi, demak HB. Nakleykalar chiqib ketmaydimi? Yo'q, buni dvoykasidan, qizilidan o'g'illarimga kiygizganman. Bu hozir futbolkani o'zi nakleykalar hech qaysisidan chiqib ketmagan. Xudo xolisa bu ham chiqib ketmaydi. Mana bunisi nakleyka, polniy HB materialniy futbolkalar mana. Ularni mo'tlayotgan qaranglar, qanaqa asal. Rayona pochtaga bitta olib keltirdim. Nima kichkina ekan, 100 razmer urib qo'ygandim-da. Bu razmerga razmer ekan, 110 urishim kerak ekan. Qaranglar qanaqa asalligini. Shunaqa shirincha. Hozir loyiq turibdi-da, yozichi o'sha kichkina bo'lib bo'ladi. Juda ham chiroyli ishlangan. Orqalarini ham qaranglar. Juda ham zo'r. Gullarim, bunga nima deysizlar? Kecha Rayonxonim mamdaqa futbolkasini ko'rsatdim. U shimligi variantida o'tgan yilgi edi. Xuddi mana yonlarini qilib ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bunaqa tekis qilib kiydirsanglar ham bo'ladi. Endi bunga e'tibor berib qo'yinglar. Qanaqa mini qilib ishlangan yubkacha, tagida mana shunaqa o'zini shortikli. Ko'ryapsizlarmi? Ko'tlari ochilib, bu bo'lib, yosh bola yubkachani kamdan kam eplaydi-yu. Cho'ntaklari ham qizlar va pishi idealni bo'lib ishlangan, haqiqiy mana originalniy narsa qizlar. Hozir yopishib turibdi bu. Juda ham shirin. Qaranglar qanaqa asalligini. Asalcha bo'lib turibdi mana. Yubkali qilib kiydirsanglar bo'ladi. Asal qilib mana. Futbolkasini keyin shimlar bilan ham kiydirsanglar ham bo'ladi. Mana yubkachasini ham qaranglar, juda ham zo'r ishlanibdi mana. Gullarim qaranglar qanaqa ekranga narsa yopishibdi. Qanaqa go'zallik qizlar. Mana uni shortikchasini qaranglar. Вообще полный необычный такой. Mana orqalari o'zi shunaqa sal uzunroq qilib ishlangan. Gullarim buni chiman kelakizib falon pul qilib sotmayapman. Bilsalaring bilarsizlar. Juda ham asal narxlarda yengilariga e'tibor berib qo'yinglar. Qanaqa go'zallik bilan ishlangan. Xudo xolisa, seladan ham o'tgan yil sotganman. Hech xijolat qilmagan. Bu yilgilari ham hech qachon bu yangi model ishlanib chiqaribdi. Xijolat qilmaydi qizlarim. Qaranglar qanaqa barbeli. Rayona pochtaga ham olib qo'ydim. Kiyadi rayonchkaga bundan ham olib qo'ydim. Bundan ham olib qo'ydim qizlar. Xudo xolisa asal qilib kiydiramiz. Mana ko'ringlar. Narxlar вообще mazza qizlar, juda ham zo'r narxlarda, juda ham arzon, sizlarga hammaga qulayli bo'lgan. Sifati ham u arzonga o'xshab, sifati ham arzon, sifati qimmat. Gullarim, meni ta'riflarimga video so'rashgani vaqti ham yetmay qolyapti. Gullarim, narxlari juda ham arzon, lekin sifat juda ham yuqori darajada. Bexijolat, bemalol olaverasizlar. Xullas gullarim, hamma narsani ko'ringlar. Mana varaqlari bilan dazmol qilsanglar asal bo'ladi, varaqchalar chiroyli bo'lib turadi. Mana qaranglar. Yengichalarining ham varaqchalaridan bor. Qizlar, hamma narsa Xitoy o'zining birkalari bilan, o'zini xuddi mana shunaqa aboshkalar bilan chiqadi mana. Narxlari prosta shokovoy, arzongina narxda mazza qilib olinglar. Gullarim, keyingi go'zallikka qaranglar, qanaqa go'zal tarzda, vashi materiallari ham super bo'lgan. O'zi ham shirincha mana shunaqa S razmerdan 1XL, 2XL gacha bo'lgan razmerdan o'shaqa bitta pachka bo'ladi. Narxlari va pishim kulgili qizlar. Xitoy narsa. Juda ham arzon narxda. Narxini yozsam, hamma reaksiyalar bosib, like'larni shunni to'ldirib tashlaylar. Gullarim, bularda material va pishida полный хабычный. Mana 100% почти qizlar. Shunaqa yumshoq materialda mazza qilib kiydirasizlar. Shunaqa yumshoq qo'linglarga ushlashinglar bilan bilasizlar. Shunaqa bodik.
Qizig'il bunisi tanlanmaydi. Bemalol kiydirsanglar bo'ladi. 1 yoshgacha tushadi, 1 yoshga ham tushadi. Gullarim, qaranglar. Biroz sizlardan kayfiyatni ko'taruvchi lishni o'zimniki, mana shu tashlayotganim kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Juda ham chiroyli, qaranglar. 1,5 yoshgacha, post 2 yoshgacha ham tushsa kerak. Shunaqa asal bo'lgan bo'ysi. Narxlar ko'ryapsizlar, qizlar. Narxlar tushirib, ana nima desam bo'ladi. Zo'r qilib berayotganimga yarasha sizlar ham zo'r layklar bosib, zo'r aktivlar bildirib beringlar. To'g'risi gap tushib bering demanglar, iltimos. Bo'ladi ana. Ba'zi birda bo'lyaptiki, shu 5-6 ta narsa olganlardan keyin mingcha qilib beraveradi. Mingcha qilib beradigan emas, o'zi misol zo'r narxlar qizlar. Oddiy xuddi mana shunaqa qizil ana oldida KitKat yozuvsi bor, ana bo'jichalari ham o'zimizda ishlab chiqarilgan bo'jilarni ham 35 ming, 40 ming so'm narx aytishyapti. 25 ming so'mdan Xitoy 100% HB bunaqa bo'jikchalar mazza-ku, to'g'rimi qizlar? Yo'llarim, bundan o'tgan safar olib kelgandim, tugadi. Yana olib kelganman. Endi 1-1,5 yoshgachasidan ham olib kelganman qizlar. 1-1,5 yoshgacha men bemalol. Unda slishkom malyut edi, hozir bu 6 oygacha. 1-1,5 yoshgacha bemalol tushadi. Gullarim, endi mana shunaqa shortchiqchalar qizig'uliga tushaveradigan. Material tipa jinsaga o'xshaganmi? Material shunaqa jinsaga o'xshagan. Xullas, shimda materialida qadi. Mana shortchik orqachalarini ham ko'ringlar, qanaqa asal bo'lib ishlangan. Mana bu yog'i ham o'zining birkalari bilan asal bo'lib turibdi. Gullarim, endi buni qaranglar. Mana buni o'zim ishlab chiqarmaganman, o'zim yozib qo'ymaganman. Originalni o'zi xuddi shunaqa upakovkalarda asal bo'lib kelgan shunaqa rubashkami sizlarni hayratlantiradigan narxlarda chiqarib beraman. Gullarim, mana endi buni ko'ringlar. Buni hozir eng kichkinasini ochdim. Buni eng kichigini ochdim. Bu mana yenglariga ham e'tibor berib qo'yinglar. Materiali вообще необычный bo'lgan narsa. Mana yoqalarini ham ko'ringlar, e'tibor berib qo'yinglar, qanaqa ishlangan. O'zini ham birinchi narxi вообще qizlar. Любой joydan, xudo xolasa, behijolat, umuman muncha joydan arzon narxda chiqazib beraman. Mazza qilib olishinglar uchun qizlar. Просто rayonni shopda gullatib turishlaring uchun mana ko'rib olinglar. Hammasi originalniy mana turetskiy futbolkalar qizlar. Buni endi qanaqa narx chiqarib bersam ekan sizlarga? Nech pul deb o'ylaysizlar? Qani o'zingizlar topinglar-chi, вообще zo'r ekan qizlar. Gullarim, hozir mana buni rasmga oldim. Shunaqa ichida mayichkali, shunaqa o'zini gul bo'lgan ko'ylakchasi, juda ham shirin. O'zini shunaqa yupqa bo'lgan tevasidan shunaqa jinsovoy kamzircha nakita mana shunaqasi. Gullarim, buni 2 xil rasvetkasidan bor mana. Bunaqa rasvetkasidan bor, mana shu gulidan bor. Keyin gullarim, iltimos qilgan bo'larmki, telefon raqaminglarni qoldiringlar. Telefon raqaminglar bo'lmasa dastavka yo'qolma. Aytdim-ku sizga desanglaringlar уже kech bo'ladi. Keyin mana modelni qizlar вообще ishoninglar, men qayta sizlarga obzor qilib qo'yib, qayta kirib, ana unaqa shtrix kodlari bilan, shu xullas u yoq bilan gaplashib, aniq shunaqa narxmi deb gaplashib chiqdim. Aniq shunaqa narx deyishdi. Sizlarga eng qulay bo'lgan narxlarda qo'yib berdim, maza qilib olishinglar uchun.